Nega aynan Stanford School? Tez fursatda a'lo natijalarga erishish uchun, darslar sifatli va qiziqarli bo'lgani uchun. Why Stanford School? There are numerous reasons for this. The first is facilities and opportunities. You can boost your level in a glimpse of a time. Also, you can work in a convivial atmosphere and with an active class. Потому что здесь очень красивые, классы тоже уютные, учители тоже добрые, дети тоже вежливые, уроки очень интересные, учителя профессиональные. Bir, ikki, uch. Assalomu alaykum. Mening o'g'lim Habiblayev Abdulla, 16 yoshda. O'g'lim 10 oy davomida Stanford School o'quv markazida ingliz tilidan qatnab, IELTS imtihonidan faxrli 7 ballni qo'lga kiritdi. Men ona sifatida bundan juda xursand bo'ldim, quvondim va barcha onalarga shu o'quv markazini tavsiya qilaman. Fursatdan foydalanib, bu dargohda ta'lim berayotgan ustozlarga, barcha ustozlarga, xususan Akbar ustozga alohida minnatdorchiligimni bildiraman. Mening o'g'lim Nasliyev Nozimjon 17 yoshda. U 8 oy davomida Stanford School o'quv markaziga kelib, bir emas, ikkita sertifikatga ega bo'ldi. Men bundan bag'oyatda xursandman. Sizlarga ham ota-onalarga mana shu yerda farzandlaringizni o'qitishni tavsiya qilardim. Bu yerdagi o'qituvchilar juda ham tajribali. Ayniqsa Suhrob domlo, Akbar domloga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ularga sog'lik, salomatlik ishlarida rivoj tilab qolaman. Hamma ota-onalarga mana shu yerda farzandlarini o'qitishlarini tavsiya etardim. Marseille, the city. I don't know exactly about the city, but I heard about the city recently. Okay. Nice. You know where is it? Also, I wanted to ask you about the lifestyle in France. And can you please, would you recommend us to study abroad? What do you mean, to move there? Move there and study abroad in French universities. Okay. About the lifestyle. About the tuition fee in universities, France. The tissue? No. Tuition fee. The Like the payments. cost of studying. Okay. I don't know much about There is to easily come to enter over music and a resume of the book, someone that's really good for me, the skill. Ustozingizning eng mashhur gaplaridan bittasini ayting. Barakalla. Gapirma. Xudo biladi. Tabriklayman. Bahonki. Balkim biladi. To'g'ri javob beraversak yaxshi deb qo'yadilar. Молодец. Barakalla. To'g'ri ishlabsan. Boshingga bilim kelsin. Telefoning olish uchun otang bilan kel. Yaxshi o'qiydilar, doim yaxshi kringlar deydi. Doim sana o'qishingga raqobat bo'ladi. Keep silent. To'yis deb ko'p ishlatadilar. Мои дорогие. Дорогие мои dedilar. Надоело уже потому. Дорогая моя. yanvar sanasida qizim Munavvar qo'ng'iroq qilib, B2 darajasidagi sertifikatni qo'lga kiritganligini aytib o'tdi. Juda ham xursand edi, chunki bu kunlarni anchadan buyon orzu qilib kutar edi. O'sha paytda men shuni his qildimki, Akbar ustozdek, Mohsora ustozdek xalqning farzandini o'z bolasidek ko'rgan ustozlar bo'lmaganda edi, bolalarimiz shunday muvaffaqiyatlarga erisha olmas edilar. O'z farzandi uchun o'quv markazi izlab yurgan ota-onalarga ushbu Stanford School o'quv markazini tavsiya etaman. Men nevaram Qahor Nigorani 3 oy oldin Stanford School o'quv markaziga o'qishga joylashtirdim. Nevaram pre-intermediate darajasiga 3 oy shug'ullanib, B2 sertifikatni oldi. Buning uchun men Germaniyada tahsil olib kelgan ustozi Akbar Avazbekovichga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Va sizlarga ham farzandlaringizni mana shu o'quv markaziga kelib bilim olishlarini tavsiya qilaman.
friends, Bordeaux. Also there's translation, you know, to speak with. That's what you say, you know, it's Informations about the tuition fees in the universities. about what, sorry? About the tuition fee in universities. That fee. Like the payments. Cost of studying in France. Ah, okay. Location that have different. Au revoir.